Koreyada vafot etgan qiz. Koreyada Nozma vafot etdi. Koreya yangiliklari va barcha Koreya politsiyalari shu ustida ish olib bormoqda. Butun O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiy davlatlarni larzaga solgan ushbu jinoyatni ortida kimlar turibdi, nimalar voqealar bo'lyapti. Ushbu kanalimizga mehmon bo'lsangiz, like bosing va albatta o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda zarur. Birinchi kuni gaplashgan bo'lsa, men shokda bo'lganman o'sha ishda. Siz eshitib turing, menga siz boshqa joyda bo'lmaysiz, menga urushganmisizlar? Militsiyaga ishing tushganmi? Onasi tushunadi-ku. Ben militsiyaga ishim tushgan. U yozda xullas karis bilan diskotekada o'tirganda men o'zim kirib qolib, ko'rib jahlim chiqib, xonim qaynab ketib urganman. U karis bilan nima bilan diskotekada? Men karis urganman. U qizni shuni yoqasidan ushlaganimda chantaj deb yotib olgan. Dedi bu internetga chiqqan bo'lamsan? Unaqa deb rosa vashida tosh o'tyapti. Yo, bir narsa Bilganman-da ko'ryapsiz. Agar davernisim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana u kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Gunozoda qanday aqvoringlar deysiz? Musulmon-ku. Musulmon ro'zani kunida ichadimi? Opa, siz butuka bilan, siz yo'q, to'xtang, men kimdir tarafini Mana o'ligi ham qanaqa bo'lib ketdi? Yo'q, to'xtang. Chetda u dunyoda javob berasan. Agar sen uni oldida aybing bo'lsa, sen u gunohli bo'lsa, u ham javob beradi. Bu narsalar o'tdi ketdi. Endi sen bu vaqt, senga vaqt kerak, o'zingga kelishing uchun sen aybdor emassan. Men Tekshirdik. Hammasini ekspertiza qilindi. 10-20 kunda yana dalsha chiqadi javobi, xudo xohlasa.